Bir odam mushuk tufayli do'zaxga tushdi deydilar payg'ambar alayhissalom. Uyda mushuk boqar edi. Uzoq safarga ketishdan oldin uyda qoldirib mushukni ustidan qulab ketdi. Na uyida uni yeyish uchun ovqat qoldirmadi, na uni ko'chaga o'zi ovqat topish uchun chiqarib qo'ymadi. Natijada u to safardan qaytguncha ochlikdan haligi mushuk o'ldi. Shu mushukka qilgan muomalasi uchun Alloh taolo uni do'zaxga kirgizdi deydilar. Uyimizda boqadigan oddiy bir sayroq qushni ham vaqtida don suvini bermasak, o'shanga nisbatan biz adolatsizlik qilgan bo'lamiz. Shuni qila olmasak, uni boqmasligimiz kerak bo'ladi. Olib kelib qo'ydim, o'lib qoldi desak, ertaga Xudoning oldida da'vo qiladi u. Chumchuq ham da'vo qiladi dedilar payg'ambar alayhisalom. Ey Rabbim, mana bu bandang meni nishon qilib, otib, o'yin qilib o'ldirdi. Na so'yib go'shimni yemadi, foydalanmadi. Na qo'yib yubormadi, otib meni o'ldirdi. Menga haqimni olib bergin deb chumchuq da'vo qiladi dedilar payg'ambar alayhisalom. O'shaning uchun birovgan oldida mana shunaqa da'voga qolishlikdan saqlanish kerak bo'ladi.